ham zo'r sayt. Agar biladiganlar bo'lsa, ba'zi bir sabablarga ko'ra saytda manzil o'zgargan ekan, shunga ko'pchilik kira olmayapmiz deganlarga men video qilaman. Bu sayt o'zgarmadi, prosta manzili sal o'zgardi. Ya'ni mana bu yerda startup plus edi, startup alfa bo'ldi. Shu sababli kira olmay turgansa. Endilikda mana shu videoning kommentariyasiga kirib, o'sha ссылка orqali kirsanglar, hech qanday muammosiz ishlab ketadi. Login, email hamda ikki dona bir xil parolni kirish orqali saytdan ro'yxatga o'tamiz va pastdagi o'sha ro'yxatga o'tkirma tugmasini bosib, login hamda parolni kirish orqali esa o'zingizning hisobingizga kirib olishga mumkin. Men hozir hisobimga kirib videomizni davom etaman. Mana do'stlar, men o'zimning hisobimga kirib olaman va kirganimizda mana shunday tarzda menu chiqadi va bu joyda endi bizning hisobimizda hozir 18100 rubl pul bor va mana shunday video davomida yechib olib ko'ramiz. Bundan tashqari esa video davomida o'zimiz pullarni kiritamiz, ya'ni depozit va ularni hammani ko'rsatib beraman. Kirdik. Qanday qilib pul ishlaymiz? Pul ishlashimizning eng oson yo'li mana bu joyda 3 ta chiziqchani bir marta bosamiz va bu joyda пополнить tugmasini bir marta bosib, so'raysa o'zimizga yoqqan planlarga pul kiritish orqali pul ishlashimiz mumkin. Misol uchun aytaylik, выберите plan tugmasini bir marta bosasizlar va bu joyda biz o'zimizni planimizni tanlab olamiz. Misol uchun pulingiz 100 rubl bo'lsa birinchisi, agar 500 rubldan ko'p bo'lsa ikkinchisi, 950 rubldan ko'p bo'lsa uchinchisi, xuddi shu tarzda menda esa 5,5 rubl kiritaman, shu sababli 5-planni tanlayman. So'raysa, выберите sistemaga nima orqali pul kiritmoqchisizlar. Shuni yozasizlar. Misol uchun men Pay'dan to'lov qilaman, Pay'ni tanlayman. Va pastda summaga esa qancha pul kiritishinglarni yozib qo'ysanglar, hisoblab beradi. Ya'ni 5501 rublni kiritmoqchi bo'lsam, agar men 5501 rubl o'tkazmoqchi bo'lsam, meni pulim diqqat bilan e'tibor beringlar. 45 soatda mana bu yerda yozib qo'yilgan, necha soatligini ham 45 soat ichida 10176 rublga oshar ekan. Bu degani juda ham zo'r. Nimaga desanglar, atiga 5500, ya'ni 5,5 rubl kiritib 45 soat 2 kun emas, 1,5 kun mobaynida men 10100 rubl qilib yecha olaman. Hamda bundan tashqari har 8 daqiqada 30 rubldan pul ham yecha olishim mumkin. Juda ham zo'r. Endi boshlaymiz. Dalil tugmasini bir marta bosamiz va bizga qizilda Pay raqam beriladi. Mana shu Pay raqamdan nusxalab olib, o'zimizda Pay ilovamizdan pul o'tkazib olamiz. Pay ilovamizga o'tib oldik. Hozirda Pay ilovamizda 730 dollarga yaqin pul bor va rublda 57,000 rubl bor. Agarda sizlarga rubl kerak bo'lsa, ya'ni saytga depozit kiritish uchun rubl kerak bo'lsa, bemalol Telegram orqali menga aloqaga chiqsanglar, men sizlarning hisobinglarni to'ldirib beraman, sizlar esa meni kartamga o'tkazib beraverasiz. Ya'ni abonent qilib beraman agar rubl bo'lmasa. Xo'p, rublni bir marta bosamiz, transfer money qilamiz va tepaga Pay'ni tanlaymiz. Endi esa bu joyga yozishimiz kerak, ya'ni 5501 va mana bu akkaunt nomeriga esa biz boya nusxalab olgan qizil harflarni kiritamiz. So'ngra esa pastdagi transfer tugmasini bir marta bosadigan hamda confirm qiladigan bo'lsak, saytga pul ketdi va mana bu yerda istoriya tugmasini bir marta bosib, hozir kiritgan pulimizni ichiga bir marta tegamiz va bizga operatsiya raqam beriladi, ya'ni copy tugmasi ham bor. Copyni bir marta bosib, nusxalab olib, bu joyga ID platejaga yozamiz. Va yozganimizdan so'ng пополнить tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, hisobimizga pullar qo'shiladi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin. Platej успешно принят. Tayyor. Asroqqa tushadigan bo'lsak, hozirgina kiritganimiz ko'rsatib turiladi. Ya'ni 16:35, 18:35, ya'ni bu 2 soat avval Rossiya vaqti bilan va bu joyda успешно deb turibdi, ya'ni pullarimiz kelgan. Endi 3 ta chiziqchani bir marta bosib esa, bu joyda depozit tugmasini ham bir marta bosib ko'rishimiz mumkin. Hozir kiritgan pulimiz mana bu joyda active deb turibdi, ya'ni 5501, undan avval esa 5500 kiritganman va bu status active deb turibdi, ya'ni ishlanmoqda. Bu nima desa bo'ladi? Agar ishlab bo'lgandan so'ng, misol uchun 5500 rubl kiritsangiz, 10175 rubl qilib yechib olganingizdan so'ng sizda zakret deb turadi, ya'ni yopiladi va bizga hozir aktiv deb turibdi, ya'ni ishlamoqda. Endi biz bu juda ham oson yo'lni ko'rdik, ya'ni pul ishlashni. Bundan tashqari esa pul ishlashning yana bir yo'li My Referral tugmasini bir marta bosib, bu joyda referralni link orqali do'stlarni taklif qilish orqali ham sizlar pul ishlashingiz mumkin. Ya'ni mana bu joyda referral havolasini nusxalab olasizlar va xohlagan do'stlarga yuborasiz, ular esa bu saytga kirib pul ishlashda davom etsa, sizga qanchadir miqdorda bonuslar beriladi. Bu ham endi xohlovchilar uchun. 3 ta chiziqchani bir marta bosib, bu joyda bonus tugmasini bosib esa, sarmoyasiz tarzda pul ishlashga mumkin. Mana shuni tavsiya beraman. Misol uchun hammaning Instagram bo'lishi mumkin, Telegram kanali bo'lishi mumkin yoki YouTube kanali bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarga bu saytning reklamasini joylaysizlar va sizlarga 10 rubldan 15000 rublgacha bonus beriladi. Juda ham zo'r, bu ham xohlovchilar uchun. Men esa ko'rishimiz mumkin, har bitta YouTube'dagi yoki Telegramdagi postlarimda havolasini joylayman va bular orqali men 500, 150, 500 rubllar pullar ishlaganman. Sizlarga ham maslahat beraman. Endi eng asosiy joyga keladigan bo'lsak, misol uchun profil tugmasini bosamiz va bizning hisobimizda hozir 18100 rubl pul bor va mana shuni
sizlar bilan birgalikda hozir yechib olaman. Endi bu qayerdan keldi desanglar, aytganimdek men 5,5 ming rubl pul kiritib yoki undan ham ko'proq kiritib ana shular orqali ishlaganman. Bundan tashqari men bu joyda summa пополнения degan tugmani ko'radigan bo'lsanglar, menda 60,500 rubl pul kiritganman. Men o'zim katta summa ishlayotganim yo'q. Men faqatgina depozit kiritib ishlayman. Referaldan jami ko'p kelmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, men 60 ming rubl pul kiritib, jami 135 ming rubl qilib yechib olganman. Ya'ni 2 barobar qilib yechib olganman. Juda ham zo'r. Endi uchta chiziqchani bir marta bosamiz va bu joyda Vivod Sredstva degan tugmani bir marta bosib, pul yechib olishimiz mumkin. Pul yechib olishdan avval birinchi navbatda nastroyka tugmasini bosib, o'zingizlarni yechib olmoqchi bo'lgan adreslarni qo'shib qo'yishinglar kerak. Misol uchun bank kartasi bo'lishi mumkin yoki Per yoki Sberbank xohlaganinglarni. Men esa Per raqamini kiritib qo'yganman va ana shunga pul yechib olaman. Birinchi navbatda Viberity Kashlockida o'sha kiritib qo'ygan manzillarni yozasizlar, men Perni tanlayman. So'ngra esa Viberity summaga qancha yechib olmoqchi bo'lsangiz yozasizlar. Misol uchun 18106 rubl bor ekan, hammasini yechib olamiz. 18106 rubl. Va hammasini yozganimizdan so'ng esa pastda Viberity tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, pullarimiz yechib olinadi. Hisobimiz to'g'ri. Endi esa Viberity tugmasini bosamiz va birinchi navbatda aytganda Perga kirib olamiz va hisobimizda hozir 663 dollar bor va bundan tashqari 51500 rubl bor va istoriyani ham bir marta ko'radigan bo'lsak 5500 ketgan xolos. Hozir esa pullarimizni yechib olamiz. Haqiqatan ham kelsa to'layotgan bo'ladi. Viberity tugmasini bir marta bosamiz va mana ko'rishingiz mumkin, выплата успешно заказана Ajdayte va обработка administraтором. Ya'ni bizni pullarimiz yuborildi, administrator orqali tekshiriladi. Nimaga desanglar, men bu joyda Ajdayte deb turibdi, pastaylar успешно. Nimaga desanglar, men juda ham katta pul yechib olmayman, ya'ni 18100 rubl. Shuning uchun admin buni tekshiradi va bir necha daqiqa davom etadi xolos va pullarimiz kelib tushadi. Men bu joyda bir marta yangilaydigan bo'lsak, 663 dollar pul bor edi. Hozir pul kelib tushgandan so'ng ham men uni ko'rsatib beraman. Do'stlar, hozirgina tepadan xabar keldi. Ko'rishimiz mumkin, emailga bir marta yangilab olamiz. Ajdayte menimcha успешно bo'lgan bo'lishi kerak. Va mana ko'rishimiz mumkin, успешно paydo bo'ldi. Endi esa Perga o'tib ham tekshirib ko'ramiz. Ya'ni Perda hozirda 663 dollar va 51500 rubl bor edi. Qani bir marta ko'ramiz. Tekshiramiz, ya'ni yangilaymiz. Va 663 da 888 bo'ldi. Raqamni qaranglar, juda ham zo'r. Demak, like arziydi. Va men bu joyda ham 69000 rubl bo'ldi va istoriyani ham bir marta ko'radigan bo'lsak, va mana ko'rishingiz mumkin, oxirgi marta 5500 rubl ketdi va hozirda esa 18100 rubl pul kelgan. Xuddi shu tarzda pul yechib olishga mumkin. Bir necha daqiqada amalga oshiriladi. Aytganimdek, agarda 1000 rubl, 2000, 5000 rubl pul yechadigan bo'lsangiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Men esa prosta 18000 rublni bitta yechib oldim, shu sababli tekshiruv bo'lib qoldi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Profil tugmasini bir marta bosib bersak, ko'rishimiz mumkin, yana 30 rubl qo'shildi. Nimaga desanglar, bu 30 rubl 8 daqiqa bo'lganligi uchun, ya'ni depozitimiz evaziga. Har 8 daqiqada 30 rubldan pul beradi. Hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.